بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول الدرس الخامس عشر. Arab tili darslikka birinchi qism 15-dars. Endi saboqdoshlar 15-darsni boshlashdan ilgari darsdagi muhim mazmunlarni, maqsadlik grammatikalarni bir o'qib olaylik. Endi bugungi darsimizdagi maqsadlik grammatika oldingi darsimizga mavzuda xabarga diqqat qilishimiz bilan birga üzük simirlar ve ulaş simirlar. Yani üzük almaşlar ve ulaş almaşlar. Hem de almaş iki gübülünüdü. Üzük almaş ve ulunup kılıdığı almaş. Üzük almaş degenimiz fiil ve başka isimlara koşulup kelmezden müstakil kılıdığın almaşlar damir munfasıyla, yani damair munfasıyla üzük almaşlar deyildi. Hem de isim ve başka fiillara koşulup kılıdığın almaşlar bula damairil muttasıyla, yani ulanıp keladigan almaşlar deyildi. Mesela üzük almaşlar biz davamlı deb ko'rayotgan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu qatorliq almaşlar hammasi üzük almaş. Chunki bular mustaqil ishlatkili bo'ladi. Endi ulanıp keladigan almaşlar chu desa, ya filning tegidi keladigan almaş, masalan, darabaning tegidi huwa va deymiz shundami, yoki darabadagi alif, darabudiki va, andagan darabatdagi hiya tegidiki, darabatadagi alif, darabnadagi nun, darabta, darabtuma, darabtum degi ta, tuma, tum, darabtu, darabnadagi tu, na qatorliqlar bir ulanıp keladigan almaş. Endi ulanıp keladigan almaşlarmi xuddi üzüp keladigan almaş va ulanıp keladigan almaşlar biz oldingi darsda so'zlab o'tgandek, ya'ni baş kelish, ikilik kelish, tushum kelish deb ayrildi. Endi bu asosda tushuntiramiz, ammo bugungi darsda asosliq ulanib keladigan almashlar qaysi shuni bilib olsak bo'ladi. Shuni sanab beray. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ma qatorliqlarning hammasi qanday keladigan almashlar? Üzülib keladigan almashlar. Üzülib keladigan, ya'ni munfasila. Endi ulanib keladiganlari darabudiki darabadaki huwa, darabadaki alif, darabudiki va, darabatdiki hiya, darabatadaki alif, darabnadaki nun. Darabtadaki ta, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunadagi ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Ma qatorliqlar. Darabtu, darabnadagi tu, na qatorliqlar. Ma ulanib keladigan almashlarniki boshqa kelish shakllari bo'ladi. Ammo shu nuqtalarga diqqat qilaylik. Yangi so'zlar al-kalimatul jadida. Qabla, ba'da, kayfa, متى الأسبوع الشهر الآذان الصلاة رجع. قبل ilgiri روش أساس روش كده. بعد كين. كيف قندق. متى قجن. الأسبوع هفته. الشهر أي. الآذان آذان نماز قلدغنا. الصلاة namaz. Raja'a qaytdi. Endi saboqdoshlar yangi so'zliklarni o'zinglar yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin an dialogga kelimizda. Men dialogni bir o'qib, tarjima qilib tahlil qilib beray. Ad-darsul khamis 10. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Man antunna ya akhwat? نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكم أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ qarindoshlar sizlar kim u? Qizlar qaratilyapti-da. Endi burundagi antunna bayatni degandek qanday damir, qanday almash, üzük almash, a? Nahnu banatu Shayx Abbas. Biz Shayx Abbasning qizlari. Ya'ni nahnu ana qanday almash, üzük almash. Ya'ni zamir munfasil. Ahlan va sahlan va marhaban. Xo'sh kelibsizlar, qarshalaman. Ummukunna ustazati. Sizlarning opanglar mening ustozim. Burundagi ummukunna muttasil damir. Ya'ni ulanma almash.
Ustazatidiki imo o'xshashla muttasil zamir. Ulanma almash. Kayfa haluha? Uning ahvoli qandaq? Ha. Bumi ulanma almash. Hozir darsimizda asosli biz ulanma bilan munfasil zamirni ayiramiz, ha. Hiya bi khayrin walhamdulillah. U Allohga shukr yaxshi. Hiya munfasil damir. Üzü mustaqil ishlatiladigan. Ayna hiya al-an? U hozir qayerda? Hiya al-an fi Riyad. U hozir Riyazda. Ya'ni hiya o'xshashla qandaq almash? Munfasil almash. Mata zahabat qachon ketdi? Zahabatning tigidagi hiya degan damir bu muttasil almash. Pillan qo'shilib o'linib pilning tigida keldigan. Zahabat qabla usbu. Bir hafta ilgari ketdi. O'xshashla zahabatning tigida damir va man zahaba ma'aha. Uni bilan kim ketdi? Ya'ni zahabaning tigidagi huwa degan damir bu muttasil damir bo'ladi. Ma'aha deki ha o'xshashla umum muttasil damir. Zahaba ma'aha akhuna Ibrohim. Uni bilan bizning qarindishimiz Ibrohim ketdi. Akhuna deki na bu muttasil damir. Kayfa halukunna? Sizlarning ahvolinglar qanday? Kunna muttasil damir. Nahnu bi khayr walhamdulillah. Biz yaxshi Allohga shukr. Nahnu munfasil damir. Mustaqil qildigan. Fi ayyi madrasatin antunna? Sizlar qaysi maktabda o'qiysizlar? Antunna munfasil damir. Nahnu fil madrasatil mutawassita. Biz to'liqsiz o'tir maktabda o'qiymiz. Bu yerdagi nahnu qandaq damir? Munfasil damir. Mata ixtibarukunna? Sizlarning imtihoninglar qachon? Kunna muttasil damir. Ixtibaruna ba'da shahrin. Bizning imtihonimiz bir oydan keyin. Na qandaq damir? Muttasil ulanmiz damir. Ulanma almash. Azhabtunna ila al-madrasati al-yawm? Bugun maktabga bordinglarmi? Zahabtunna deki tunna muttasil, ya'ni ulanib qildigan almash. Naam, zahabna va raja'na. Berib qaytdik. Deki na. Zahabna deki na, raja'na deki namu ulanma almash hisoblanadi. Mush nuqtalarga diqqat qilinglar. Tekisni tushungan bo'lsak, ko'nikmalarni bir qor tushuntirib o'tib ketay. Tamarin, at-tamrin al-awwal ajib an al-aslat al-atiyya. Tuandagi savollarga javob bering. Tuandagi savollar hammasi dialogning mazmuniga qarashli qo'yg'achqa shu o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob bersak bo'ladi, ha. At-tamrin al-thani, ikkinchi ko'nikma an-nisl mubtada'a fi kulli min al-jumal al-atiyya. Tuandagi jumlalarning har biridagi mubtadani ayollik shaklga o'zgartiring. Masalan, antum tullab, sizlar o'quvchimi degan antumni ayollik o'zgarsak nima bo'ladi? Antunna degan antunni talibat. Antun o'zgargandan keyindagi xabarimi mas qadamda tullab talibat o'zgaraydi. Shu bo'yicha o'zgartib boqaylik. Antum mudarrisun, sizlar o'qituvchimi? O'zgartirib qolsa antunna mudarrisatun. Mudarrisunaningki ayollik shakli nima? Mudarrisat. Nima qolganlarini shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi. 3. Mashiq حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Tuandagi jumladagi har bir damirni misoldagiga o'xshash o'zgartiring. Ayna baytukum ya ikhwan deki baytukum deki kumni ayollik shaklga o'zgartirib deymiz. Baytukunna. Kunna o'g'an ayollik o'zgargandan keyin ikhwan nima o'zgaraydi? Akhovat o'zgaraydi. Chunki ikhvanning ko'pligi, ikhwan o'zi ko'plik, buning ayollik shakldagi ko'pligi nima bo'ldi? Akhovat. Ikkinchisini o'zini ishlab boqaylik. Ayna akhukum ya ikhwan. Qarindoshlar, sizlarning bir tuqqaninglarni qayerda? Ayna ukhtukum ya akhwat. Agar kumdagi kumni agarna akhu kumdagi kumni kunnaga o'zgartirsak, ayna akhu kunna ikhwan nima o'zgaraydi? Akhwat o'zgaraydi. Shu bo'yicha o'zgartirib baqsaq bo'ladi. 4-si, tuandagi bosh o'rinlarga ikkinchi shaxsga munosib zamir qo'ying. Anta, antum, anti, antun. Ya'ni ikkinchi shaxsningki munfasil, uzuk almashlarini qo'ying, ha? Masalan, birinchisi a muslimun. Musulmonmi debdi. Ya'ni siz demakda musulmonning birligiga qaragan vaqtda qaysini qo'ydik ekanmiz? Muslim deb erlik kelibdi, birlik kelgandan keyin qaysini qo'yamiz? Anta. Ikkinchisi maridatun. Maridatun shakli ayollik kelgan, unda olganda qaysini qo'yamiz? Birlikkan. Ayollik birlik olgandan keyin qaysini qo'yamiz? Antini qo'yamiz. Shu bo'yicha qolganlarini qo'yversak bo'ladi. 5-ko'nikma. Tuandagi jumladagi bosh o'rinlarga ikkinchi shaxsga mas bo'lgan muttasil zamir qo'yiladi. Ya'ni ulanma zamir, ulanma almash. Biz bu yerda so'zlagandek, ka, kumakum, ki, kumakunnani. Masalan, ayna bayt ya ikhwan. Qarindoshlar, uyinglar nima demakchi? Unda olganda ikhwan degan arli ko'plik bo'lgandan keyin buning qaysi keldi ekan? Kum keladi, ayna baytukum. Hamid, bu
Bu ne demekçi? Sizin kitabınız mı demek ama Hamid erlik birlik olgandan keyin nima qo'yamiz? Ka. Kitabu ka. Va mushu asoslanganda mushunga asoslanib qog'olarda ishlasak bo'ladi. 6-si, tuvandagi boshliqlarga birinchi shaxsga munosib zamir qo'ygan. Ana bilan nahnu. Qanday zamir ekan? Munfasil zamir ya. Masalan, ana muslim, nahnu muslimun, ana muslima, nahnu muslimat deganda. Chunki er ayol farq etmaydi. Bu bizga qiyin to'xtamaydi. 7-chi mashq o'qib yozing. Endi o'qib yozing, o'qib yozish jarayonida diqqat qiladigan nuqtalar men bayatın degandek damirlar. Ikkinchisi astonga sizilgan qabla ba'dalarning ishlatilinishi. Asosliqi so'zlarga muzab bo'lib kelib, ning oldida ning keyindan deb tarjima qilindi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Masalan, zahaba abi ila al-Qahira qabla usbu. Dadam Qahiraga bir hafta ilgari qana qildi, ketdi deb shu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Andan keyin darsning eng oxir tarafidagi ad-damairul munfasila degani ayrim ishlatiladigan, ya'ni uzuk almashlarni bizga deb turadi. Masalan, huwa, hum, ikkilikni ammabdi, ammo o'zimiz o'qib azaq bo'ldi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nimadagi ana nahnuga ikki misol olib turib, birisi erlikning, birisi ayollikning. Buni asli o'rtaqlanib tushunsak bo'laveradi, ayrim farq etmaydi. Axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.